barlıq yığın qatnaşqıçılarının chet eldagi jiddiy turmush ishidan qimmatli vaqtini chiqarib, bugungi bu faoliyatga kelib qatnashib berganligiga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Rahmat. Bo'libmi bu qitimliq faoliyatning barliq tayyorlik ishlari uchun uzundan buyon untinsiz tirishib ishlab, uning bugünkidek g'alabalik echilishini kapolatga ega qilgan Uyg'ur akademiyasining barliq rasmiy va zapas hay'at a'zolari va ularning yordamchilariga, chet eldagi yiroq joylardan va Turkiyadan bu qitimqi yig'in uchun ilmiy maqol tayyorlab kelgan bilim ahllariga alohida rahmat aytaman. Bugungi bu faoliyat mana yuqorida tilga ilingan hamma qarindoshlarning o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishi orqali vujudga keldi. Millat so'yish, vatan so'yish degan mana shundoq bo'ladi. Millatparvarlik, vatanparvarlik degan mana shundoq bo'ladi. Biz hammiz mushu amaliy ish harakatimiz uchun o'zimizdan qanchalik xo'shallansak va faxrlansak arziydi. Bir davlat, bir millat va bir jamiyat uchun ma'rif tuvandikilarni o'zining tub nishoni qilgan bo'ladi. Yosh o'smirlarni bir yaramlıq garajdan qilib yetildirish, bir iqtidorli emgak kuchini barpo qilish, yosh o'smirlarni o'z millatining madaniyati haqida savodlik qilish, o'quvchilarning tanqidiy tafakkur qilishlardan bo'lib yetilishiga yordam qilish, o'quvchilarning dunyoviy raqobatlarda o'tib chiqishiga yordam qilish. Ammo hammalarning xabarida bo'lgandek, hozir Uyg'ur diyoridagi Uyg'ur ma'rifi intayin og'ir xirislarga duch keldi. Uyg'ur ma'rifida intayin og'ir masalalar yuz berdi. Mushundaq bir ahvolda biz hargizmi millatga ko'ngil bildigan ozroq odam Uyg'urlarning ahvolini o'zgartirmay deb o'ylamasligimiz kerak. Hozirgacha dunyoni o'zgartirib kelganlar hamma odam emas. Ularning ichidagi ozroq odam. Biz o'zgartirmaydigan nurg'un ishlar bor. Ammo amaliy ish qilib berib, sinab boqmoqcha biz qaysilarini o'zgartiraydiganligimizni bilmaymiz. To'g'ri yo'lni tanlash haqiqatan muhim. Ammo to'g'ri yo'lning ustida o'tirib olib, midirlamasak, bizni bir narsa besib o'tib halok bo'lamiz. Dunyodagi butun xatoliklarning ichida eng cho'ng xatolik hech ish qilmay qarab turishdan iborat. Biz o'zimizning yaxshi ish harakatlari orqali atrofimizdagi dunyoning go'zal narsalarini bayqaymiz. Kishilarning hayotdagi maqsadi yolg'iz baxtli bo'lish emas. Uning maqsadi boshqalar uchun esqatadigan, boshqalarni va o'zini faxrlantiradigan, boshqalarga yistashlik ato qiladigan va boshqalar uchun ma'lum o'zgarish elib keladigan bo'lish. Bizning qadr qimmatimiz o'zimizning qanday yashaganligida emas, bizning qadr qimmatimiz boshqalarning hayoti uchun qanday ta'sir va qanday o'zgarishlarni elib kelganligimizda. Biz hozir bir millatning intayin qattiq hojati tushgan a'zolari bo'lib hisoblanamiz. Bizning Uyg'ur akademiyasi orqali elib berilgan ish harakatlarimiz bütün milletimiz ve bütün xalqimiz için Uyghur tili ma'rifining saqlanib menish uchun, Uyghur xalqining ilm-fan va texniklik saviyasining uzluksiz o'sib menish uchun nurg'un foydalarni olib keladi. Uyghur yosh o'smirlarning umid chirig'ini yondirib turish uchun intayin muhim rol o'ynaydi. Mushundaq bir ulug'vor ishning bir qismi bo'lish hammamiz uchun bir nihoyat sharafli ish. Shunlashqa men bugun bu yerga kelgan barliq ini-singillardan Uyghur akademiyasida vazifa o'tashning o'z millatimiz uchun sayyora xizmat ko'rsatilgan bir qimmatli fursat ekanligini to'liq to'nib yetgan asosda aktivlik bilan o'ziga loyiq vazifalarni o'z ustiga olishini umid qilaman. Ma'lum sabablar tufayli men bu yillik yig'inga kelmay qoldim. Alloh xolisa 2015-yilda cho'qim kelaman. Hammanglarga yana bir qatim rahmat. Oxirida bugungi bu muhim faoliyatinglarning muvaffaqiyatli bo'lishiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Hurmat bilan Erkin Sidiq. Faxriy raisimiz Shuhrat akamizni tebrik etayotgan inglizcha tarjima qilishga ulgurmay qoldik. İngilizce o'qib beray. Welcome message. Dear conference participants, on behalf of the organizing committee, I'm delighted to welcome you at the 6th International Conference of the Uyghur Academy. Unfortunately, I couldn't join you this year due to busy schedule. This event brings together many Uyghur professionals representing universities and other educational and research institutions from all around the world. As in the past, I expect it to be a great opportunity for interactions and
and in spring, occasions for learning about various academic topics. I hope you take advantage of this opportunity and contribute through presentations, discussion, and interaction to the development of new ideas and new directions in science, research, and applied technology. I would like to thank the organizing committee for their dedication and many months of work preparing this event. My thanks to go out all of Uyghur academic members who have taken time out of their busy schedules to help organize this year's conference. I'd like to extend a special thanks to the sponsors, that Fatih Sultan Mehmet University, Istanbul Kültür AŞ, for supporting this event. I hope you find the conference presentations and interactions educational and interesting. We look forward to your contribution and participation, and we hope that the conference will provide stimulating discussions, networking, and collaborations. Sincerely, Shuhrat Mitalov. Amerika'nın kelgan yana bir tabriknamani o'qib beray. Mehmet Eminkan evet etgan. Tabriknoma. Hürmetlik Uyghur Akademiya a'zolari. Bu qatimqi magistr va doktor o'quvchilarining ilmiy muhokama yig'inini o'rinlashtirgan va bu yig'inga qatnashayotgan barliq qarindoshlar, ukalar va singillar. Oldi bilan sizlarni chin ko'nglimdan tabriklash bilan birga yig'inning muvaffaqiyatli ochilishini umid qilaman. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek, vatan ichi va xalqaro vaziyatning o'zgarishi, ham shundaqla Uyg'ur masalasining xalqaroga to'linishi bilan Uyg'urlar tarixida misli ko'rilmagan fursat va raqobatga yuzlanmoqda. Bir tarafdan vatan ichida fan madaniyatimiz va tilimiz keskin bir vaziyatga duch kelayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan xalqimiz xalqaroda yaxshi bir fursatga yuzlanmoqda. Biz kelgan bu yaxshi fursatning qancha uzun davomlashishi va fan madaniyatimizning duch kelayotgan bu tahdiddan eson omon saqlanib qolishi bu yerda o'ltirayotgan vatanning va millatning kelajagi bo'lgan har qaysinglarga bog'liq. Agar bu yerda o'ltirayotgan har qaysimiz kelgusida yaramli bir odam bo'lib yetishib chiqib, mayli nerede yashayli, o'zimiz yashayotgan jamiyatda Uyg'ur millatining bir a'zosi bo'lish sifati bilan o'z iqtidorimizni eng yuqori darajada namoyon qilsak, o'zimiz yashayotgan jamiyatga bir kishilik hissimizni qo'shsak, Uyg'ur xalqining aqlli, tirishchan va mas'uliyatchan bir millat ekanligini namoyon qilgan bo'lamiz. Shuning bilan o'zimizga texmo dog'dam va keng yo'l ochamiz. Bizni qo'llaydiganlar va bizga hissdoshlik qiladiganlarni ko'p bo'ladi. Ta'sir doiramiz kengaydi. Keyingilarga texmo yaxshi fursatlar hozirlanadi. Agar biz vatan ichida fursat yo'q deb qaqshab, vatan sirtiga chiqqandan keyinmi qo'lga kelgan yaxshi fursatlardan to'liq foydalanmasak, u chaqda bizga kelgan fursatlar ko'payish uyoqtirsin. Bizni qo'llaydiganlar va bizga hissdoshlik qiladiganlarmi bara-bara tugab ketishi mumkin. Natijada aramizdan chiqqan iqtidorli odamlarimizning kam bo'lishi, jamiyatimizning qo'llashiga erishamasligimiz tufaylidan keskin vaziyatga duch kelayotgan fan madaniyatimiz texmo qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. Dunyoga mashhur bo'lgan Bill Gates yosh o'quvchilar qoldirgan 10 nasihatining ichida o'quvchilarga mundaq degan ekan: hayotlik mavsumga bo'linmaydi. Ham yozliq ta'til, qishliq ta'til deganlar bo'lmaydi. Sizlarga yordam qiladigan kishilarmi nihoyat oz bo'ladi. Ham ishda o'zingizlarga tayinishingizlarga to'g'ri keladi. Orom olishni va ta'til qilishni o'ylab olmanglar. Bo'lmasa sizlar boshqalarning keyinini qolasizlar. Keyinni qilish demaklik jamiyatdan ayrilib qolish va ishsizlanib qolish demakdir. Uyg'ur olimi Emir Husayn Saburi mundaq degan ekan: ulug'vor maqsad yo'lida yurish qiluvchilar har xil havoyi havaslarni ko'ngildan butunlay chiqarib etishi, bir dillik, bir irodalik bo'lishi lozim. Allah gerçi hammamizni baravar yaratgan bo'lsa-mu, biroq biz yashayotgan bu jamiyat barobarsizlik bilan to'lib toshgan jamiyat. Har birimizning Allah bizga ato qilgan shu barobar haq huquqimizga to'liq ega bo'lish yoki bo'lolmasligimiz, o'zimizning Allah bergan aql farosatimizni to'liq joriy qildirish yoki qildiranmasligimizga bog'liq. Qarindoshlar, ukalar, singillar, millatning kelgusi bu yerda o'tirgan har qaysinglarga o'xshash
yoshlarga bog'liq. Ega bo'lgan fursatni qadrlab, o'z aql parastinglarni eng yuqori darajada joriy qildirib, ota-onalarning va millatning sizlardan kutgan umidini oqlashga, Alloh sizlarga ato qilgan shu barobar haq huquqinglardan to'liq bahramand bo'lishga tirishinglar. Oxirida sizlarga utuq va muvaffaqiyat tilayman. Hurmat bilan Amerika New-York Kolumbiya Universiteti tibbiy fanlar tadqiqotchisi Mehmet Amin. Ruxsat qilsanglar ishga gap qildiray. Tabriklarga xato qilib qoldi balki qilgansizlar. Bu xat Mehmet Amin Kamlinki oldingi yillik doktor magistr o'quvchisi ilmiy muhokama yig'iniga sungan tabriklar asli. Yani Uyg'ur akademiyasi to'g'ri hozir ham ozroq gap qilsam to'g'ri kelib qoldi. Bayatdan gap uzrat ketmesin deb jiq gap qilmadim. Uyg'ur akademiyasi har yil bir qatam xalqaro ilmiy muhokama yig'ini ve her yıl bir qatam doktor magistr o'quvchilar ilmiy muhokama yig'ini ve her yıl bir qatam ona tilini xotirlash ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilyotdi. Bayatdanki xatolikdan balki har xil o'ylagan bo'lsa mumkin. Cho'nqur bir masalani balki bizni ko'rsatmagan bo'lishi mumkin. Uyg'ur akademiyasi butunlay xolisona tirishchanlik bilan davom qilib kelayotgan bir jamiyat. Nurg'un ishlarni texnik yaxshi qilishimiz va tayyorlikni yaxshi qilishimiz va ammo buning yordam qilayotgan odamning ozligi iqtisodning chekliligidan buning yetishamadik va bayonqidek har xil xatoliklar kelib chiqdi. Eng oddiysi tabriklarni chiqarib olib, ham tarjima qilib, hammalarga shunday yaxshi bir o'qib berishga tirishgan bo'lsakmi, onun yordam qilayotgan o'ziniki oilasi va xizmati va shunday xatolik kelib chiqdi. Hammalardan ko'p kechirim so'raymiz. Hozir xatni, bu yurtda xatni Abdulaziz izohatida balki sizlar bilmasligingiz mumkin. Uyg'ur akademiyasiga har xil davlatdan, har xil odamlardan intayin nurg'ulg'an xat keladi. Shu xatlarning hammasiga o'zimizniki turmuşdan sırtqı vaqtlarimizda javob berish to'g'ri keladi. Yani şu nurg'un xatlarning orasidan aralashib ketib, bayatning boshqa bir xat o'qilib ketib qoldi. Qayta kechirim so'rayman. Abdulaziz xatni topgandan keyin bu yilgi 6-qatimli xalqaro ilmiy muhokama yig'iniga sunilgan tabrik xatini Qeyrishimiz Xalmurat qayta o'qib berdi. Onungacha topdingizmi? Onungacha boshqa program o'zining kun tartibi bo'yicha davom etsin. Menga ko'p rahmat. Bultuqi tebrik etib bo'lgan bo'lsa, yanada tebrik etdi. Hammangizdan kechirim so'raymiz. Bu qitimki faoliyatimiz har bir doklad sunuvchiga 30 minutdan vaqt berilgan. Shu vaqtni önemli foydalansak ve aile ortamda türkçe o'qib ketib qoldi. O'z uyimizda, sinfimizda o'tagandek har qanday savol bo'lsa so'rasak, tadqiqotchilarimiz bizga ko'ngildagidek javob beradiganiga ishonman. Hozir Fatih Üniversitesi'nin o'qituvchisi Mehmet Tursun Abeydullah'ni CV'sini o'qiymiz. Tanıştırıp ötümen. Mehmet Tursun Abeydullah. 1993 yılı Xotan Keriyada to'liq o'tir maktabini bitirgan. 1993 yildan 95 yilgacha Markaziy Millatlar Universitetida tayyorlik o'qigan. 95 yildan 99 yilgacha Shanxi Pedagogika Universiteti tarix kasbida to'liq kurs o'qigan. 2000 dan 2001 yilgacha Istanbul Universiteti Türk til tayyorligini o'qigan. 2001 yildan 2003 yilgacha Ankara Universiteti umumiy turk tarixi kasbida magistrlik o'qigan. 2003 yildan 2006 yilgacha Ankara Universiteti insonshunoslik kasbida doktorlik o'qigan. 2006 yildan 2007 yilgacha Misr Qohiradagi Amerika Universitetida tadqiqot bilan shug'ullangan va o'qituvchi bo'lgan. 2007 yili 2008 yillari Harvard Universiteti insonshunoslik fakultetida doktor açtı bulup tadqiqot bilan shug'ullangan. 2018 yildan 2013 yilgacha Harvard Universiteti va Massachusetts Universitetida
Uyg'ur tili va adabiyoti darslarini bergan va o'zining Uyg'ur tarixi va madaniyati to'g'risida tadqiqot olib borgan. 2013-yildan hozirgacha Fatih Universitetida insonshunoslik, madaniyatshunoslik va jamiyatshunoslik darslarini bermoqda va tadqiqotini davomlashtirmoqda. Qani, sahnaga marhamat. Qarindoshim ko'p rahmat. Men bugun hozir Uyg'urlarningki, ya'ni ma'rifi, bizning asosli masalamiz, muhim masalamiz va da'volarimizningki oldin qadab turgan, birinchi o'rinda turgan Uyg'urlardagi ma'rif to'g'riliq so'zlayman. Mening temam qadimdan hozirgacha Uyg'ur ma'rifi va islomiyat. Men bu so'zlash jarayonida ko'plagan rasm xarita qo'ydim. Har bir rasm va xaritaning ayrim bir hikoyasi bor. Bu to'g'riliq bir necha yig'in va necha kitob magistr doktor tezi yezish arziydi. Buni izoh o'tish. Men kirish so'z o'rinda Uyg'urlarningki ma'rifini bir necha davr va bosqichlarga bo'lishga bo'ldi. Bundan Uyg'urlarningki musulmon bo'lish uchun buning ma'rifi, ya'ni qadimgi zamon ma'rifi. Bunun içinde bir qancha bosqich bor. Hunlar, Köktürklar va Uyg'urlar. Uyg'urlarningki musulmon bo'lgandan keyingi ma'rifini o'tir asr. Bunun içinde mesela Qo'chu, Elqut Uyg'ur eli, Qaraxoniylar, Qarqitan xonligi, Chag'atay xonligi, Turfan sultonligi, Qashqar sultonligi, Yakan xonligi, ya'ni Saydiya xonligi, Jungar xonligi, Qing sulolasi va Yoqubbek davri. Yani başka bir devir 1880 yıldan 1949 yılgacha bo'lgan Uyg'ur ma'rifi. Yaqinqi zaman ma'rifi. Qing sulolasining oxirgi davri. Ana Gomidan hukumat davri. Sharq Turkiston Cumhuriyeti ve bu boshqacha bilish bo'ldi. Ana hozir zaman Uyg'ur ma'rifi 49-yildan hozirga qadar. Bunu 49'dan 59 yıllık bu aralıklı bir başka ayrış buldu. Onun başka 57-59'dan keyingi medeniyet zorunluluğu vaktin bir basqıç. Yani islahat devri, yani qo'shnilik ma'rif, yani hamsizlik ma'rifi. 49'dan keyin zaten işideki ve Cumhur işideki özgürlükler ve xalqaro özgürlükler Cumhur hükümetininki Uyg'urlarga qaratgan diniy va ma'rif siyosatida cho'ng o'zgarish bo'lgan. Masalan, media zo'riqlar deymiz vatanchidagi, uning burunqi bu Sovetlar bilan Cumhurning munosib o'zgarishi 89 Tiananmen voqealari, Barın voqeasi, G'olji voqealari, uni boshqa bu 2009-yildagi Urumchidagi bo'lgan ishlar hammasi bu Uyg'urlarga bo'lgan siyosatni o'zgarish sabab bo'lgan, vatan ichidagi va sirtidagi cho'ng o'zgarishlar. Men qisqacha tarixni so'zlab bitma, bu ko'p tafsil so'zlashga vaqtimiz yo'q. Bu munosabat bo'lg'achqa men qilgan tadqiqotimning natijasini so'zlab bitim yerda. Ana hunlarda ta'lim tarbiya. Men ta'lim tarbiya bu sözünü işletişme yapıp gördüm, ma'rif qaragan chog'da bu davr uchun. Hunlarda ta'lim tarbiya onun alayligi. Bularda asas alayligi mesela urush ta'lim tarbiyasi. Mesela farzandlari bolalar kichkin tortib urush ta'lim tarbiyasi bergan. Uni da mustaqil yashash irodasini aytib kuchlik bo'lgan ularda. Hani kasbiy ta'lim tarbiya. Mesela atqi minish, qo'l nervanchilik degan o'xshash ta'lim tarbiya bo'lgan. Endi boshqa din e'tiqodi kuchlik bo'lgan. Mesela ko'kdangri deymiz, takdangri e'tiqod qilish. Onda başka perzent söküsü, çoğunqur perzent söküsü bo'lgan. Bu ulardaki ta'lim tarbiyaning asosli adayligi. Yani Köktürk davrlarda ko'p tarafdan ularga o'xshab ketgan ta'lim tarbiya ishlari. Men to'ri bilan ta'lim tarbiya elib berilgan. Mesela biz Uyg'ur Türk töresi deydi ya. Mesela Uyg'ur töresi, töre bilan ta'lim tarbiya bo'lgan. O'xshamaydigan tarbiya, mesela ular o'xshamaydigan tarbiya 38 harflik yazık ijod qilingan ve bizga qimmatli asarlarni qoldirgan. Mesela Kültügün miladning 732-yili o'rnatilgan, birga qolgan
Мәңгү ташлары 735 yılı, miladın 735. Mesela bu devirde hükümdarlardan bunda alaylık buluşunu arzu kılıngan, yani bilimlik ve kahraman buluşu, yani alıp bilimlik kahraman adam buluşunu arzu kılıngan, yani insanların yaxşı ve muvaffakiyetli insan buluşunu ve cesur ve bilimlik insan tipik ehemmiyet vergen bu vaxtada. Uygurlar devri, mesela Hunlar ve Köktürklerden farkı, mesela şehir hayatıga köp ehemmiyet vergen. Mesela Türkler dedi ya, Türk tarihinde Türk ders vergen çağda mesela Uygurlar ilk yerleşik hayat geçen dep köp sözeydi bunu. Onun başka yine farklı tarafı mani dini okubulgan. Bu El-Nurşen yani öňlük söýgün tüplüň çindiçiliginden keyin Uygur kagany 761 yıl Loýangda bir neçe mani rahip bilen görüşip bunu öz paýtagtyga epkilip dastlapda kagan mani dini okubulgan. Ondan keyin bunu tarqatgan. Bu bir farkı bu Hunlardan ve Köktürklerden. Ondan başka Uygur yazığı tili ölçenmişip ve ravajlanıp Otur Asya'nın yazık tiliga aylangan. Bu bizim koşkan mühim töhfelerimiz birisi Uygurlarınki. Yani İpek Yolu, mesela 840 yılı Orkun'daki Uygur imparatorluğu yemirilgenden keyin Uygurlar bir kısmı köç etken. Bunun burun mu Uygurlarınki bunun burun 500 yıl burun, 4-5 yıl burun olanınkini Kankıl, Tele diyen bu Uygurların tarmakları bu yer yaşaganlığı bilimiz bu tarihten. Ular köçtün burun bu yerda yüksek, yukarı mağrib, yukarı medyeden koygan ve şehirlerini berpa kılgan. Mesela bu Uygurlarınki yerleşken ornu 4 xil medeniyetinki kadimgi Cüngü medeniyeti, Hindistan, Hindi medeniyeti, İran, Girik medeniyeti, köçmen çarvıcı medeniyetlerinki bu köp xil medeniyetinki uçuruş noktası bolgan. Onun başka çarvıçılık, dehqançılık, soda ticaret ve kol hünermençiligi var 4 igilikninki uçuruş noktası bolgan bu yaşagan orun. Onun başka Uygur yaşayatkan bu yer, yani Hanzu Tibet dili, Altay, Ural Altay dil sistemisi, Hindi Avrupa dil sistemisi, ninki uçuruş noktası bolgan ve İslam, Budizm ve Hristiyan bu köp xil dinninki uçuruş noktası bolgan. Bu da Uygurlarninki davamlı başkanın kabul kılgan medeniyet köp xil medeniyet türlerini öz davamlı başlıklarına töhfe koşkan. Bu da Uygurlarninki medeniyetinin terakkiyatı için köp yaxşı fırsat bolgan coğrafilik ornu. Bu şoňa Uygurlar köçtün bulan bu yerden yukarı medeniyetlik medeniyet yaratılgan Ondan başka Koçu, yani Udukut Uygur eli. Eli degen bu vaqtida devletli degan ma'noda. Bu vaqtda ilim-fanga köp ehmiyet bergen, köp rivojlangan. Men şu vaqtdagi hüccetlerden misal arqali ma'rifniki qaysi o'rin ekanligini ko'rsatib o'tman. Masalan, bilik biling ya begim, bilik sana ash bulur, bilik bilgen ol erke bir gün devlet tuş bulur. Yani ey begim, bilim al. Bilim sana yani eş, yani hemra bulur. Bilimlik insana bir gün devlet hemra buldu demekçi. Bilgilik er bilinge taş kursansa kaş bulur, bilgisiznin yanına altın koysa taş bulur. Bilimlik adamınki yeniga ya bilge taş koysa kaç taş buldu. Ya altın buldu, bir şey buldu. Kıymetli neyse aynı demekçi. Biliksizin yanına altın koysa taş bulur. Bilimsiz adamınki yeniga ya ki bilge altın koysa taş buldu. Bu 1000 yıl burun bizim atarımız diyen neyse bu. Uygurlarning Müslüman bolgandan keyinki marifi. Mesela Uygurlar Müslüman bo'lishdan burun qanday an'anasi bor edi? Mesela İslamiyetle bir alakası var mı, yakınlık var mı? Bunu qarab bakaylı. Uygurlarda bir tengri düşüncesi var edi. Mesela cengivarlığı, mesela manizmden burun onu cengivarlığı hemmemiz bilimiz. Onun tarihsel köp tadqiqat qilindi. Kambag'allarni to'yg'izish,
bunu mesela tekstlerden ügünüşü buldu. Kurbanlık bir iş, kurbanlık kılış, bilimni süyüş. Biraz bunu okuyup öttüm. Bu şuna okşaş. Bu Uygurlar İslamiyet'in bu kılık kıştın burun bu alaycılık Uygurlarda bari bu anene. Mesela İslamiyet'te mesela bu bilimge, mağrifa qanday hüküm çıkan qarab bakaylı. Mesela birinci düşken ayet bizge İqra bismi rabbike lellezî halaqal insâne min alaq. Oku. Seni yaratkan Rabbin adına Rabbin için oku. Onun başka Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun innema yetezekkeru evlul elbab. Bunun deydi ki sen bilgenler bilen bilmeyenler bir bulamdı. Fakat akıl ilgisi, akıl işletken, akıl yürgüzgen ve yirakını körer insanlar bunu ders alalaydı, dep hüküm kılganken. Bunun başka biz hadislerden elbetsek, hadislerde mesela bilim, ilim eğer cumhurdaki yirakaya basımı berip izden ügengeyin de. Onun başka bu erlerge ve ayallarga bilim ügünüş periz kılındığı da bir hadis var. Onun başka sen ya hukukçu boğun, ya hukukçu boğun, ya yaxşı tünüşküç boğun, ya ki bilim hevaskar boğun, başkası olma. Eğer başkası olsan halak bulursa. Diyen bu hadisim var. Onun başka İslamiyet'teki bir Allah düşüncesi. Mesela Uygurlar bu dinin kulluk işini bunu dikimi bu okşap gidiyor. Tek bir Tanrı'nınki, bir Allah'ınki yaratkanlığa bunu burnu işlerge. Onun başka cihat, İslamiyet'teki cihat düşüncesi, zakat, sadika, kurbanlık kılış ve bilim düşüncesi bu köp okşaşlık boğalık için Uygurların İslamiyet'in kulluk işi köp asan boğan. Uygurlar ve başka Türkiye halklarınki. Mesela Karakallar İslamiyet'in kulluklandığı için bu mağrip sistemimizde köp jakşınış köp tarikat yüz bergen bu mağrip bir sistemlik aletke kelgen mesela bu medrese mağripi oturup çıkandaki sistemlik mağripi payda bu bunu üzlemez başka bölge raylarga devletlerge üzü hükümranlık kılgan şehirlerge bunu yaygan. Mesela biz bildiğin sadece medrese var şu vaxtdaki kurulgan. Hamdiye medresi, Mahmudiye medresi. Onun başka bunu medreselerine Semerkant, Bukhara, Taşkent, Yerken, Kaşgar yaygan, taraf kılgan. Biz köp kısım tarihçiler bu medreselerindeki otura Asya'da barlık yerlikini hem fikir. Bu otura Asya'da barlıklı başka Müslümanlarga, başka İslam devletlerine tarqıl degeni bunu kollaydı bu fikrini. Bunun başka bu Karakallar devrinde Farabi, Biruni, İbn Sina gibi meşhur alimlerini, mutefekkir ve mariflerini yetiştirgen. Mesela bu devrdeki Karakallar devrindeki hükümdarların bilim söyüşünde tizlik ilişki erziydi. Mesela Mahmud Kaşgir'deki Divan Logat-ı Türk'te mesela marife bilimge nisbeten qanday ko'z qarab turgan bunu qarab baqayli. Bu xayriyatda mesela bu tushuntirib balkim ko'p qisman bilsa, bu eng burun sızılgan, eng mukammel O'rta Osiyo xaritasi. Ben bunu işte tefsir özlem vaktim yok. Bu işte bu olsun. Mesela Mahmud Kaşgir'in Divan Logat-ı Türk'te aile de bala beqish ve çoğun qilish to'g'riliq ko'pdan to'xtalgan. Uni boshqa shu vaqt Uyg'urlarniki bolalar qanday o'yin o'ynaydi bu ustini tafsil biz bilgan bizga. Türk bilim an'anasi to'g'risida to'xtalgan shu vaqtdagi biz uniki birinchi misra o'qib bitman. Alg'il ügüt mendan o'g'il erdam tila buyda ulug' bilgi bo'lib bilgin o'la. Bilgi erge ezgi tutup sözünü eşit, erdemni öğrenip ben işqa sonra. Ana, ey oğlum, sen menden erdem yoki fazilat o'rgangin, buyda ulug' bilgi bo'lib bilgin o'la. Mesela bilimlik bo'lgan. Mesela bilimlik insanlarını bilgi erge ez tutup, bilimlik insanı hürmetligin, onun yardım kılgın, onu sözünü anlagın, yani sözünü işitkin. Sen erdem pezzetini ügendigin, bunu İslam kamusun bunu emniyetke işletkin deydi. İşqa sonra, işlet bunu, emniyette demekçi. Bu
Türkçe o'qitish metodi o'tirib qo'yilgan. Shu vaqtdagi Türkçe o'qitish metodi hozir ishlatilib bo'ldi. Mahmud Qashqarniki. Mesela sosyoloji, antropolojide mesela alanı araştırması mülakat deymiz Türkçe. Bu naq maydonga borib, tekshirib, tadqiqot qilish, bu cho'ng bir natija bu 1000 yil burun shuni qilib, shu naq maydonga borib tekshirib, ushtirib bilim ushtirani egallab bu kitobni yozib chiqqan. Va tadqiqot usuli metodini hozir qadar ishlatilib bo'ldi. Yusuf Hasajib bu Qutatqubilikni yozib chiqqan 1069-yili 85 bab 13 000 misrada topgan. Bunu da obrazlar dastandagi 4 shaxs 4 kategoriyaning simbol qilingan, ya'ni kun tug'di. Bu qonun va adolatga podshoh, aytodi vazir, uydelmiş, uğdurmuş ve söhbeti bilen bu bayan kılınan bu Qutatqubilik 4 shaxsniki 4 obrazniki söhbetleri, muhabbetleri arkalı, diyalog arkalı. Bunun bir qarab bakayla, mesela nima debdi bilim ve ilim ve bilim to'g'riliq. Bilikni, baduk bil o'qishni ulug', bu ishki ba'ditur unutmuş quluq. O'qish qayda bo'lsa ulug'liq bo'lur. Bilik kimde bo'lsa badukluk olur. Mesela böyle bilikni yüksek bilgin, o'qishni, idrakni, fazilatni ulug' bilgin. Agar bu ikki narsani sen o'zingda yetishtirsan, bar bo'lsa, sen ulug' bo'lasan. Ana idrak, axloq nada bo'lsa, ulug'liq, buyuklik shada bo'ldi deydi. Ana bilim kimda bo'lsa, ana ulug'liq shunda bor. Bilik kimda bo'lsa, badiklik olur. Ondan başka Ahmet Yükünaki. Hani bunu Ettebetul Hakaik Hakikatler bu soğusu degan didaktik dastan yazıp çıkan bu cami 14 bab 484 misradan tüzülgen. Temisi din ve ahlak. Bunun misal okup bitme. Bilkidin ururmen sözüme ola, bilkige yadöz özüngünü ola. Bilik birle bulunur saadet yolu, bilik bil saadetli yolunu bola. Ey dostum, bilkidin ururmen sözümü ola. Ben sözümü bilim asaslı sözleymen. Bilgilik ya dost özüngni ola. Dostum, sen bilimge sen dost bo'lgan, yaqin tutqan özüngni. Bilik birle bulunur saadet yolu. Bilim bilen saadet yolu içildi. Bilik bil saadet yolunu aç. Bilimlik bo'lgan saadet yolunu açqın. Sünnetke iyilik tag erenke bilik, eren görki akıl ol sünnetning iyilikdir. Sen sünnetke iyilik gerek. İnsanga yani bilim gerek. Eren görki akıl ol sünnetning iyilikdir. Yani insanlarınki, adamninki zinneti akıldır. Sünnetniki zinneti bolsa iyilik deb. Bunu o'qishib, bunu ifodalagan. Uyg'urlar musulmon bo'lgandan keyingi ma'rifning alaylik qanday desak, mesela Uyg'ur jamiyati piyonlik, sistemlik ma'rif tuzumini madrasa ma'rif o'tirib chiqqan. Uyg'urlar ichidan arab, ironlik ma'rifchilar o'qitish temasida asarlar yozgan va Uyg'urlarmi bunga to'yib qo'shgan ve qiliplashgan bir ma'rif sistemi o'tirib chiqqan bu vaqtda. Uyg'urlarniki qadimgi ba'zan ko'z qarashi o'zgargan. Türk Uyg'ur to'rasili bu to'rada o'zgarish bo'lgan. Mesela şehit ve evliya tipleri o'tirib chiqqan. Biraz burun dedim ya, bilimlik ve qahramon tipidan şehit ve evliya tipleri o'tirib chiqqan. Mesela bilim sevgisi davomlashgan. Mesela İslamiyatning bunga Uyg'urlardagi bilim sevgisini dedik. Bu Qur'ondagi hadislardagi buni misol qilib so'zladim. Bu davomlashgan, texmi cho'nqurlashgan. O'tira ve alim ta'lim tarbiya ve bilim tili de Arapça bo'lgan. Arap yazıqı qo'llangan, ishlatilgan. Qarqitan xalqi 1125-yilda Liao Jin xandaligining tarafidan yo'q etilgan. Bu yo'q bo'lgandan keyin yo'lliq tashin,
Hansı Yilodashi deydi. Bu 1132 yılı Emil Azık Durbiljin'de kendi hükümranlığını devletin kurup imparator bulup kengaygen bununki padişah Görhan dep atalgan. Bu Qarıxallarını desepte, onunkini Xarizm xallık ve kanqalarını boysunduğan imperiya 80 yıl devam kıldı. 1211 yılı Xo'ja Uyghur xallığı Mongolara bekindi. Yani Çağatay xallık devri 1225 yılı Çingizxan xallığı özününki təvəligidiki ziminlarını 4 oğlu bilip bergen. Çağatay xallığı bolsa Çingizxandaki ikinci oğlu Çağatay'a bilip bergen ziminlar üstüde kurgan bir hakimiyet. Mesela xallık uzun mezgil uruş bilen muqimlik vaziyet almış tuğan daim tinchlik bilen muqimsizlik devam etmiş tuğan. 1320 yılı xallık işkiga bilingen G'arb ve Şerik 15. asrın ahırkı çarikide Cungar, Turfan ve Qashqar sultanlıqdan ibaret 3 hakimiyet şekillengen. Çağatay xallığı 1516 yılı Sadiye xallığı boysungan. Yerken de Sadiye xallığı ve Xo'jalar devri Sultan Abdurashid Xan, Abdukerim Xan devrinde Uyghur eli tuluq birlik kelgen. Şerik Şimala Janub kısmı tuluq birlik kelgen. İqtisad ve medeniyet rivojlangan. 1638 yılı Abdullah Xan fen medeniyet ilim fen işlerini qayta güllendirishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin cho'ng kichik Xo'jalar ve muritlarning Ishqiya ve Isaqiya ikki so'piliq so'lkiga bölünüp özünü Aqtaqiya ve Qartaqiyalik bo'lib hakimiyet üçün elip bo'lgan. Siyasi g'aliyan ve mezhep kurashları bilen munqariz bo'lgan. Bu Sufizmdeki imam Naqshbandi tariqati vatanimizga 14 yılın oturlarida kirishga başlagan. Sen Xo'jalar Jalil ve Rashid Xo'jalar kirgen. Bu vaqtida keyingi vaqtlarda 16. asr kelgan chog'da Mahmud Xon deb ikkinchisi kirib, ular diniy hukmronlik va ta'sirni kengaytirib, u ustunlik egallagan. Bu Aqtaqiya, bu taqiya, bu yerdagi taqiya Beshkeng kim kelgan shu vaqtida. Bu Aqtaqiya, Qartaqiya keyin o'zgarib, Aqtaqliq va Qartaqliq bo'lgan ekan. Bularniki asos qilib qilgan alayligi nima desa, bular mesela o'zi mürit to'plab, müritleri bu Xo'jalarni pir deb atagan. Bular sen bu Xo'jalar orqali pir orqali Allohga yetkili bo'lganligini ishongan, ular cho'qilgan va iloh o'rniga keltirgan bo'lani. Bu davrda mesela cami, mescitler, namaz kıldıgan, ibadet kılan yerге aylangan bo'lsa, keyingi davrda shu Xo'jalarniki mazarlari o'zidagi dardlarini tugadigan, baxil saadat tilaydigan qilgan bir yerga aylangan muhim mazarlar. Bu taki mesela Yaqub Bey davri kelgan chog'da 1874 yılı Yaqub Bey Apa Xo'janiki mazarini remont qilib qaytadan yasab deganda bu shu vaqtga qadar foydalangan kelgan bu mazarlarni o'ziniki hokimiyatni mustahkamlash qilish uchun. Mesela bunun boshqa Xo'jalar davri 1670 yılı Abdullah Xonning inisi İsmail Xon Aqtaqliq Xo'jalarniki piri Hidoyatullo Xo'ja, yani Apa Xo'jani Qashqardan o'g'lab chiqargan. Apa Xo'jani Dalay Lama 5 vaqtidagi bilan kurashgan, uning qo'lga erishgan yordam so'rgan. Chunki Dalay Lamada bunga shu vaqtdagi g'aldonga xat yozib, buni yordam qilish to'g'riliq. Chunki bu Dalay Lama vaqtidagi bu ularniki bir ruhani bir rahbar hisoblanadi bu shu vaqtdagi Mo'ng'ullarniki. Bu hozir shunday bir xil ruhiy madaniyat va ruhiy bir munosabat bor Mo'ng'ullar bilan Tibetlarniki. Dalay Lama Apa Xo'jani xat yozib Jungar xalqining qo'ntenchisi g'aldan avatgan. 1678 yilda g'aldan 12000 atib askar bilan kirgan va ichki tarafda bu Xo'jalarning maslash bilan yegan xalqni munqar qilgan. Xo'jalar 1680 yildan 1759 yilgacha Jungarlarniki homiylik ostida hokimiyat yurgizgan. Toki Qing sulolasi besib kirgich bo'lganlikda Xo'jalar bu Jungarlarniki homiylik oldida hokimiyat yurgizgan ekan. Ayni bir deyish bo'ldiki, muhim narsa. Xo'jalar shu vaqtida o'ziniki vaqtlari, yer zaminlari, mol mulklari
Bunu hükümet tarafından, devlet tarafından şu vaqtida ve özünki Mo'rtlar tarafından berilgan oya igisiz yerden egallab olgan ve öz oldiq askar tug'ilish huquqi bor ekan, bir necha ming askar bor ekan vaqtida. Buni biz arshanmaydi ekan, juda kuchli taraqqi ketgan ekan. Oxiri davlat hokimiyati qo'l tiqib qan daraja bo'lganligini o'g'lab chiqarib, qayta bu Jo'g'arlar bilan birlashib akilib, bunda hokimiyat bunda egallik etgan shu vaqtida. 17-asrdan 20-asrgacha Uyg'ur ma'rifi ana ma'rif bu vaqtlarda asta-asta chekingan, madrasalar buzilgan. Madrasalar faqat diniy va adabiy bilimlar o'rgatgan, musbat bilimlar o'rgatmagan. Buni gunoh deb bilgan. Ulamolarning xizmati ibodat va diniy murosani boshqarish, bolalarni diniy dars berish, xalqni ijtimoiy xizmat, vatanni mudofaa qilish to'g'riliq oydinlatmagan. Bu ma'rifat buzish bizni biroz burun boshqalan bu O'rta Osiyo, O'rta Sharq, Turkiya, Osmonli dinamida bu parallel bo'lgan o'zgarish ekan. Bu madrasaning buzilishi, ma'rifatning buzilishi. Buniki muhim sabablardan birisi bu musbat bilimlarning, fan bilimlarning bu dindan ayrilishi. Ya'ni bizki davlatlar ichida yuz bergan iqtisodiy siyosiy krizlar, bu g'ujlar o'xshash buni faoliyatlari, ya'ni diniy ulamo odamlarningki oz bo'lishi va sifatli bilimli odamning tarbiyalanmaganligi, undan boshqa bu odamlarningki yaxshi yerda ishlatilmagan diniy ulamolar. Yani bu vaqtda faqat diniy bilimlar bilim sifatida qabul qilingan, musbat bilimlar gunoh hisoblangan. Uyg'ur yangi ma'rifi 1900-yildan 50-yillargacha 1880-yili İsmail Gasparali o ma'rifda va madaniyatda uyg'unish Uyg'ur ma'rifi uchun ta'sir cho'ng bo'lgan. Ya'ni bu tilda birlik, ishda birlik, fikri birlik tushunchasi o'tirgandan keyin bu o'tirib qolgan yangi ma'rif ta'sir cho'ng bo'lgan O'rta Osiyo, Ozarbayjon, O'zbekiston, Qozog'iston bizga ta'sir ko'p bo'lgan. 1889-yili 7-maktab, ya'ni Husayn Bey maktabi qurilgan. 1914-yili tunji muallimlar maktabi Akuka Musa Bayevlarniki yardım bilan ikki safda ochildi. Bu 1917-yilgacha mavjud bo'lib turgan. Bununla Türkiye'den bağlan Ahmet Kemal mektep müdür bo'lgan. Bu vaqtdagi vakil qaratik bizniki mutafakkir ve mariflardan ve din ulamolardan Sabit Damolla, Memtil Tevfik, Abduxoliq Uyg'ur larni vakil qaratik so'zlab bitmem. Bu vaqtda bu ma'rifat verir, bu dini alimlar, marifçiler hem şu vaqtdagi hokimiyat beshidagi diklar bilan ziddiyat ichida qarshi kuchaysa, ya'ni o'z ichidagi Uyg'urlarniki bu dinni mutassib diniy ulamolar bilan bular qarshi chiqqan. Bu vaqtlarda vatanimizda yana bu yangicha ma'rifdan boshqa, ya'ni sho'tang bu bir cheklik bo'lsin bu vaqt mavjud bo'lgan. Bu ko'p qism Uyg'urlarning diqqatini chekmagan. Bu Uyg'urlar bilan xalqlar orasida bidikchilik rol o'ynagan bu Uyg'urlarningki farzandlari qism borgan bu maktabga. Uni boshqa Yaponiya kelgan birisi 1907-yili Yapon usulida maktab ochib ko'p g'alabaga erisholmagan. Uni boshqa xristianlar ko'p maktab, doktorxona, shirkov sağan bu şu orqali ham din xristian din taqatgan. 1930-yilgacha bo'lmada taqilib qo'g'langan shu vaqtda. Uni boshqa madaniyat aqarchi uyushmasi 1930-yili dekabrda Qashqarda madaniyat aqarchi xizmat qurilgan madaniyat aqarchi uyushmasi. Bu nima qilgan, uni asosiy xizmati nima desa, nimaga mas'ul bo'lgan desa, maktab ochgan bular. Darslik programmasi tuzgan, darslik kitob materialini tuzish va sotilish ishlarida mas'ul bo'lgan. 1935-yildan 39-yilgacha bu madaniy aqarchi uyushmasida 3457 ta yangi o'qitish tarbiyalagan. Maktablarning shu vaqtda mavjud bo'lgan maktablarningki 3 ta ish qismini madaniy aqarchi uyushmasi qurgan. 740 ta maktab ochgan.
138.444 o'quvchi savatli bo'lgan. Өлкілік, şu vaqtda өлкілік hükümetninki 203 savat chiqarish maktabi bo'lgan. Bununki 1542 o'quvchi bo'lgan. Keyin bu maktabning ta'siridan qo'rqib, bu madaniy aqarish uyushmasining ochgan maktablar davlat maktabi qo'shib o'tilgan. Bu vaqtdagi dars kitoblari 1950-yilga qadar davom qilgan bu 49-yilma bu dars materiallar bu Toshkentdan O'rta Osiyodan olib kelib buni ishlatgan. Ders kitoblarni olib kelib dastlabda ishlatgan. Keyingi vaqtlarda bu G'o'ljida Yunus degan kishi ko'paytirish 5 o'rin ochgandan keyin kitob bu yerda akaning kitoblar bu yerda ko'paytirilib tarixda bunda ishlatgan ekan. Ders kitoblari bu maktabda qanday dars o'tilgan desa, Qur'on, aqida darslari, madaniyat, Uyg'ur madaniyati munosabatlik, matematika, Uyg'ur tili, tarix, jo'g'rafiya, sayya, hatto xanuz til darslari o'tilgan ekan bu maktablarda. Gomida hukumat davri. Masalan, bu Yanzın bu şiir bu mesnevini yazıp tamga çaplab qo'ygan ekan. Bu vaqtdagi masalan Uyg'urlar qolgan siyosatni, ahvolni nihoyat yaxshi aks ettirib bergan. Buni shu men buni o'qishni lozim ko'rdim. Masalan, Cumhuriyet tunjirat qildi izhar ma'rifat, uyat amdi 5 xalqan yetti bagdak davrmak. Cumhuriyetdagi g'avg'oga parvo qilmoq ne kerak? Chigri diyar bayni bog' iram husnidak. Musulmonni janubdan shimolgacha band qilsang, ibtidoiy fuqarolar anqov bo'lsa afzalroq. Bu yurgan siyosatni bu yozib o'zi she'r qilibchi, o'ziniki orduninki ikkisiga chaplab qo'ygan ekan buni. Bu biz bir-birini mesela Şinseniki ma'lum vaqtda bir necha yil erkin ozod siyosat qo'yganmizmi? Ko'p vaqtlarda bu farq qilib ketmaydi. Shinsen vaqtida mesela 100 mingdek Uyg'ur ziyoli tutqun qilib turmaga atilgan. Xalqnadan qoldirib butunlay chegara yetib o'tgan bu vaqtlarda Gez jurnal yangi fikr tushunchani kirishni to'sgan. Mesela Abduxoliq Uyg'ur va uniki istimas nomli she'ri. Bunu şu vaqtdagi Uyg'urlarning ne kadar ichinchilik ahvol yashaganligini, zulm Uyg'urlar nima kerak ekanligini bu she'r orqali, istimas she'r orqali ifodalab bergan. Buni o'qib o'tman. Yep zahar bo'ldi, kasal ahvolda ko'pdir xatar, millatim jon chiqsimi davolanishni istamas. Boshqalar poyezd, paraxodda sayohatlar qilur, bizga kelsa bir qutur eshak minish oson emas. Izladi huma qushini kunni ko'klarga qarab, istaganlar beshig'i huma qushini istamas. Milletim tatqan azabga ko'l qandaq chidar, al-g'arib ingraydi ammo tavlishni istamas. Bundan biz shu vaqtdagi Uyg'urlar ahvolini, vatanimizning ahvolini, nima kerakligini, o'g'inish kerakligini, o'zi taqdirini o'zgarish kerak to'g'riliq o'tirib qolgan. Biz shu vaqtdagi ahvolni nihoyat yaxshi aks ettirib bu she'rlar. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet davri bu vaqtida Uyg'ur ma'rifi bular yo'l qo'ygan isloh bu sistem Sovet ittifoqining ko'p ta'siriga uchragan. Bu vaqtda 540 boshlang'ich maktab, 1830 sinf, 56900 o'quvchi, 2059 o'qituvchi yetishtirgan. Bularda odatlik maktablarni, kasbiy o'rta maktablar, yezilik maktablar, mol doktorlik va tibobat kasblari o'qigan 500 o'quvchi bo'lgan. Mesela Uyg'ur yaqin zaman ma'rifning alohidaligi nima desa, Uyg'urlar ma'rifi 1900-yildan 49-yil bo'lgacha Uyg'ur ma'rifi sharqning va g'arbning ta'siri uchgan, ya'ni biroz Jungoning ta'siri biroz oz bo'lgan. Rossiya, ya'ni Sovet ittifoqi, Qrimdagi tatarlarniki va O'rta Osiyodagi qarindoshlarniki va Turkiyaning ta'siri ko'p bo'lgan va Yevropadan uning ta'siri uchirgan. Buning ichida jadidchi ma'rifniki Uyg'urlar ustiga ta'siri bakchon bo'lgan. Ammo vaqtlarda vatanimizda birlikka bir ma'rif bo'lmagan ma'rif sistemasi. Bu vaqtdagi Uyg'ur yangicha ma'rif hozirgi zaman Uyg'ur ma'rifniki va millatchiligini va vatanparvarlikni shakllantirishda asos solgan. Ana yangicha ma'rifi hozirgi zaman Uyg'ur ma'rifniki
ve milliyetçilik ve vatanperverlik çekilişi asaslangan, hazır vatan içi ve sırda Uygur davasını, vatan davasını kılvatkan Uygurların ilham menbesi olmakta. Ve yolunu yurtkuçu meşal olmakta. Şu vaxtda Uygur mağribinin terakkiyat için, Uygur'un mevcut için koşkan atılamızların ki roşat olsun. Rahmet sizlerge. Benim sualım var. Klasik Kristüzü'de Uyguların tuğan devletler Katar'da Sultan Sultanlığı ve Kaşgar Sultanlığı degan Kristüzü'de ben almak şu qaysi hükümetke katılgan? Yok, dastlabki mustaqil bo'lgan, keyin yo'q qilgan qisqa vaqtliq Chagatai vaqtdan qilib vaqtida, Chagatai xalqining keyingi vaqtlarda qurilgan, Seydiya xalqining burun. Sultan Sultanlığı. Ha. Bo'ldi, mana. Chunki bular sultonlik deb atalgan davlat demagan, chunki bu vaqtlarda bu Chagatai Mo'g'ul xonninki suydan avloddan kelgan bo'lsa xon deb atalgan boshqa vaqt sultonlik deb qaragan ekan. Sizce Dallar'ın geldiğin handalık ve zımınlarda Karganlılar ve Harazm Şah'ın kankırlarda yazısız uçalar kankırlar dövülmüştü ya ki qaysi territoriyani ko'rsatmaydi. Hozirgi bu Qozog'iston, O'zbekiston bu taraflarda. Bu asosda bu homiylikqa bo'lgan Yetikut xonligi, Qarxonlar, Xorazm, ya'ni 50 yil va 80 yilga qadar hukm surib, keyin Mo'g'ullar kelgandan keyin Uyg'urlar bilan moslashib, ularni yo'q qilgan. Rahmat savolingiz uchun. Yangi ma'rif yoki yaqin zaman. Yakın zaman İslam, Uygur yakın zaman İslam marifeti. Qana? Yakın zaman, Uygur yakın zaman İslam marifeti. Yo, anladım. Xato anlayapsiz. İslamiyatdan burunga sabab keldim-da, ammo yaqin zaman u islom deganda gap qildim. Yanlış çıktı, tamam. Bundan kimi qayta doğru bağlamda yaparken, bundan degende bir yerde mesela şu İslamiyatın burunga yoki İslamiyatın keyingi tarixiy bayonga ko'ra ko'proq masalan Uyg'urlar nimalarni o'rgangan, qanday darslarni o'rgangan, masalan tabiiy fanlar bo'lsin, ijtimoiy fanlar bo'lsin, yoki islomiy darslar bo'lsin, bu jihat bir ma'lumotni masalan hozircha Uyg'ur tarixchisi bo'lsin, ma'rifati bo'lsin, islomiyatning burungi ma'lumot yo'q deyarli. Bu sohada biz ko'rsak, keyingi masalan jadid davr bo'lsin, yakın zaman, yakın modern program olsun, bizde bir ma'lumot yo'q. Yakın zaman chiqqan, Toshkentda chiqish odamlar chiqdi, o'zingiz davrdagi mush tarafda agar biz ma'lumot bersamiz, Men so'zlab o'tdim. Qisqacha. Ben bu ko'proq vaqtni so'zlab burun keyin bo'lgan bu davomli bu o'zgarishlar taraqqiyotni o'qib kelsak yaxshiroq bo'lar, masalani aydınlık qiladi deb shunday men ko'proq tarixni ixchamlab bu tadqiqot natijasini so'zladim. Men har bir bu yerda so'zlasak har bir rasmni bir yig'in olsak bo'ldi ayrimchi. Mush bir rasm uchun bir yig'in yoki bir kitob doktor maqola yozsak bo'ldi yerda. Men so'zlab o'tdim. Bu 14-asrga qadar bu madrasalarda dinni fan deb ayrilmagan, ilm deb ayrilgan hammasi coğrafya, astronomiya, matematika, tafakkur, falsafa bilimlari, din bilimlari birlikda o'tilgan. Qaysi zaman chekindi desa, bu ilm bu fanning musbat bilimdan ayrilgandan keyin bu chekinish boshlagan. Bu muhim sabab bo'lgan. Bundan chiqib bo'ldiki, bu 16-asrning o'tirlaridan boshlab bu ayirib faqat ahamiyat bergan musbat bilimlarga bu keyin gadit vaqtida qanday dars o'tganini so'zlab o'tdim meni. Ko'p qism darslarni olgan. Matematika, tarix, coğrafya, hatta Xanuz tilimi, Qur'on, aqida darslarini olgan. Buni so'zlab o'tdim. Buni chiqarish bo'ldi. Qaysi davrda qanday materiallarni nima ishlatganligimiz. Aleyküm selam.
Anladım, sağlık hakkı. Şu Uygurlarının yakın zamandaki artının bilenken de şu Kırmızı Toplu Dörtü'yle artık kurulan şu yılcı mektepin artık Kırmızı Toplu Dörtü'nün artık Kırmızı Toplu Dörtü'nün 34 yılınca doğan anlıklı yani Kırmızı Toplu 80 yılında artık Cumhuriyet'in tarafıyla ıslah edilen devreden başlayıp partiye çıkımın ettiğini doğan devreden. O devir bir Uyg'urlar uyg'unish, yangi ma'rifatning shakllanishi vaqti bir qadar yaxshi davr. Keyingi vaqtlarda masalan ma'rifatni alaylik nima desa, masalan bu sekulyar inglizcha sekulyar deydi yoki o'tirchi loyiq. Bu 49-yildan keyin bu loyiq sekulyar bo'lmagan bizda dinsiz ma'rifatni. Marksizm, Leninizm fikri asosidagi masalan din butun darsda o'qiganmi, boshdan qo'shmaydi o'tirmaydi bormi din dars? Yo'q, undami? Din chiqarib o'tilgan, dinga qarshi ma'rifat bor. Bu 80-yil yoshdan degan bilan meni maktablarda o'tir maktab boshlang'ich oliy maktabda hech qanday din darsi yo'q. Bir qismi hukumat yo'l qo'ygan madrasalarda Qur'on Karimni qanday o'qish, biroz tafsir qilish mana narsa o'rgangan. Bu farqli o'xshamaydi. Masalan bu 49-yildan keyin yaxshi o'zgarish nima desa, savodli insonlarniki ko'paygan, universitetga kirganlar odamlar soni ko'p bo'lgan. Bu yaxshi ish bo'lsa, ammo diniy ulamolar butun jamiyatdagi rolini yo'qotgan, chiqarib o'tilgan. Bu alaylik mushu ma'rifatninki dinsizlishi va diniy ulamolarninki rolini yo'qotishi. Masalan, oqsoqol diniy ulamolarninki Uyg'ur jamiyatidagi rolini yo'qotgan. Ani yaxshi tarafi bo'lsa, masalan, universitet o'qiganlarning soni ko'paygan, savodli bo'lgan insonlarning ko'paygan, ayollar maktabga ko'p kiralgan, savodli bo'lgan, o'qiy olgan bu taraf. Nachar tarafi a taraflar bo'lgan. Buni sevishtirib bo'lmaydi. Masalan, keyingi vaqtda 40-yil vaqtda farqli, mazmun farqli. Qanday qaytaman? O 30 yillar desak bo'ldi, uyg'ongan, taraf qilgan ana til avj olgan bu uyg'unish. Masalan 45-49 qisman bir yerda masalan o Sharqiston Cumhuriyet tarafidan iznish, revanş ko'p yaxshi bo'lgan shu davrlarda men. Hukumat tarafdan Sharq Turkiston Cumhuriyeti 45-49 yillarda. Evet. Hemen o'qib qolay savolim uchun. Yo'q, savolimni o'qib qolay, keyin javob bersam bo'ladi. Birinchi savoli tayyorlagan chog'da Uyg'urlarning ma'rifat to'g'risida so'z oltimiz bor. Yo'q, savol emasda, bu siz so'ragan savol qilasiniz. Savol so'rayman. Bo'lmasa tushunmaydi u. Shu uningga qarakdan qo'shib sizlarmi? Uni qo'shib qo'yish maqsadi nima? Qaysi? Qarakdan qo'shib qo'ysiz. Shu vaqtdagi tarix bir ko'ysini qilsinda kundak o'sin debchi. Bizning zimimizda boshqalar qo'ygan bo'lgan, burada yashagan, biz munosabatlar ko'rdi. Ular boshqalar qo'ydi deb uni boshqacha ma'lum qilmaydi. Bizningki bu koni timini yaxshi anglasin, qilsin deb kundak biroz o'sin deb menimcha men. Cho'ng so'zimni buni-chu unda o'tkazdim. Yeni bir savol bende. Biz odatda nodin Müslüman bo'lganimiz uchun mening hamda o'zimni o'ylarimni qog'ozimda qo'yilgan qo'ymam tutmayman. Olim Müslüman bo'lganimiz uchun bunun tarixiy davrlarga shu chog'dagi har xil madaniyatlarga bog'langan chog'da ma'rifatlar. Masalan, Qarag'ana davri Müslüman, ammo Turfan Müslüman emas. Shu an tadqiq jarayonida ozroq bir taraflik mavjud deb qo'ymayman. Bir taraflik emas, hozir mavjud, hozir kitob bunun tarixini yozsangiz. Devalı soğanında çıkmıyor. Vaqtni yaxshi foydalansangiz, siz o'zingizni rayqmatsiz hozir. Soğan talep olan, soğanı kolaydı. Asli degandek-ku, söyleş vaqti qisqa, so'roq vaqt uzun bo'lsin. Qog'ozda shuni deysanlar. Og'azimiz degani biz amaliyotda biroz. Sizlar so'zlar digil qo'ymayapsizga. Batın degan so'z men qatta o'zimni kesdim. Ha, anglayman. Undagi shunga masalan, Yapon degan gapida hamda. Shu Yapon Uyg'urni misol olsak, masalan. Ha, ma'qul.
yapıl degan gapi, yapılıqlar o'zlari kelib chiqishi bulardan bo'lgandan keyin islomga ancha qiziqmay turkman ilk to'g'ri qoldirgandan keyin tarix hamma narsa tadqiq tutgan qilayotganda hamma narsani ish chiqib qolgan bo'ladi. Shular endi shu joyda to'xtamoqchi, masalan, uyga ketish uchun boshqa so'zda hatto ancha-muncha odamlar yasatgan to'xtamni bo'lgan, ashuni tadqiq qilib shu joydagi masalan qonun jihatini bor versak, shu joy to'xtamlarning saviyasi hozir Yaponiyaning qonun saviyasiga yetgan deb, shu inson qoidani buzganda hamda shu demak bo'lgan savol masalan Uyg'urlarning butun tarixidan qarasak, Qaraqan davlatniki masalan tanmar görünüşte tekrar yaxshi bo'lgan yoki turpan qolganligi yaxshi bo'lgan shuni ham siz qanday qaraysiz shuni bilmak istadim. Menimcha to'g'ri emas, u yaxshi bo'lgan, u bak yaxshi va taraqqiy qilgan emas, o'zining aloyidligi bor. Masalan, buddizm asosida adabiyot ko'p taraqqiy qilgan, masalan, dinni buddizm asosida shu vaqtda sanat ko'p taraqqiy qilgan, sizga o'xshash bu to'xtamnomalar ko'plab tepildi. Ilg'or seviyaga bo'lgan. Endi bizlar emas, biz Turkiyada va boshqa yerda sal qaraydi, masalan, bu davrdagi ilqotdan ko'p tadqiq qilmagan bilmaydi bizda. Boshqa chet ellarda shunday. Masalan, Uyg'urlar burunqi ba'zan munosabat qurmaydi endi bizga. Bu Uyg'urlarning kiniki, Qaraqanlar kiniki tarix bilan Uyg'urlar burunqi ko'k turklar, G'ullar, mavjud munosabat bor. Ham gin, badan tuzilishi, fiziologik, ham til, hem medeniyet cihetinin köp birinin devam ediş buldu. Bunu hatta bunu hiç kadar münasebet kurmaydı. Çünkü bu şatak. Aynı biz Uygurlar mesela bu Budizm devredeki bunun medeniyet acaba medeniyet bağımlığı vakti da depçu. Karadağlı köp. Battı. Yine biz ki kitap yazsanız neşet kılmaydı. Uygurlar dini doğru kitap yazsanız o sahip cennet kirimiz depçu. Bunu köp ehmet verdi ama bu vaktideki ehmet bilmesi yöndek doğru bir köp. Köp rahmet bir sabır kılıp anlatıp geldiğiniz için köp rahmet.